Hammaga salom, sizlar bilan men Toylar. Bugun biz Minecraft qanaqa to'g'irlash o'rganamiz. Birinchi o'rinda Minecraftni o'ziga kirib olamiz. Va hozir endi o'yinlarga kirib olamiz. Bitta olam yaratamiz va o'shani to'g'irlaymiz. Albatta qilamiz va shuni ochilyapti, olam yaralyapti. Olam yaralganidan keyin sizlarni videoga qo'yaman. Olam yaralsa video yoqaman. Va mana olam yaraldi. Do'stlar, hammada shunaqa go'zal va mana bunaqa dumaloq, katta dumaloqcha asabiylarga tegib ketgan bo'lsa, unda men sizlarga ajoyiblarni ko'rsataman. Birinchi o'ringa nastroykaga kiramiz. Settingga pastga tushirsak, tovush degan joy bor. Tovushni ustiga bosamiz. Shu yerda mana bunaqa joylar chiqadi. Va biz bu yerda mana bu pick blokni bosamiz. Pick blokni bosamiz. Va keyin biz yana pastga tushirsak, split controls. Endi yana qaysi biri bor edi? Menimcha mashina shekilli yo'q. Mana mashina bosamiz. Pick blokni pastiga. Va mana ko'rishingiz mumkin, mana pilcha paydo bo'ldi. Hamma bu yerda mana paydo bo'ldi. Uni bunday bosib, xohlagan bitta blokimizni oladi. Ustiga mana bunday bosib, mana. Hattoki mana bunday ishlaydi. Bunday mana. Oson bu do'stlar. Mana bunaqa inuitlarni jonilarga tegib ketgan bo'lsa, inuitlar bu Phuket versiyasi. Phuket qilib qo'yganda, mana bu yerda mana bunaqa ham bor. Nimagadir odam qiz bola bo'libdi. Buni albatta to'g'rilaydi. Va mana. Mana hozir ko'rsataman. Mana. Mana shu yerda bor. Xo'sh. Endi xo'sh. Mana bunday. Endi yana nastroykaga kiramiz, settingiz. Hop, endi shunda videoga kiramiz. Va ko'pchilik mana shunaqada o'ynaydi. Agarda sizlarga yoqsa, mana menga masalan juda yoqadi. Mana klassikaga o'tkazamiz va keyin FDB degan joyni 110 qilib qo'ysak, mana uzun bo'ladi. Ham keyin mana bunaqa inuitlar o'zgaradi. Mana buni. Yo'q, hozir. Yo'q, bor qol. Men bilanda hozir oldi. O'zim so'rab. Xo'sh, do'stlar, mana ajoyib. Ko'pchilik mana shunaqada o'ynaydi. Agarda mana shunaqada o'ynaginglar kelmasa, shu tovushga kirasizlar. Mana buni chokki bir har xil qilsanglar bo'ladi mana. Bunisida mana bunaqa dumaloq paydo bo'libdi. Yana pocket to'polgan qarang, inuitlar esa o'zgarmagan. Bunda agarda umuman pocket yoqmaydi. Agarda bunda ham ashaqa qilmoqchi bo'lsanglar, mana bu split controls yoqib qo'yasizlar. Qani? Menimcha bitta bashaka sizlar split controls deganni topib yoqib qo'yasizlar. Agar menga ko'proq mas yoqadi, mana bu video qilib bering. Video qilib bering. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar, chunki biz tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak. Hammaga xayr.